20 ming so'mga 200 kilometr yuradi desam ishonasizmi? Aniq yurib beradi akalar. Hyundai Ioniq topib qo'ydim, to'liq elektr. Bitta like bosib qo'ying-da. 24,5 mingga olingan mashinani sizga vobshe arzon narxga topib qo'ydim. Xullas, mashinamiz 2017-yil. Like bosdingizmi? Hali ham bosmadingiz-a? 2017-yil 160 ming yurgan. Arzon elektromobil qidiryaptilarga jo'natib ham qo'yish esdan chiqmasin. Xullas, kraska holatlari keladigan bo'lsak, mana shu kirloda sepilgan joyi bor. Rasmigacha ko'rsatib qo'yaman, ko'ngil xotirjam bo'lish uchun dedilar. Ichiga o'tmagan ekan, qolgan joylariga ham o'tmagan ekan. Xullas, mashinani tashqi ko'rinishini qarasangiz juda ham go'zal. 230 km zapas hodligi. Uyda zaryadlasangiz 20 ming so'm bilan to'lib yurgan dedilar. 230 yurib beryapti dedilar. Xullas, mashinani salon holatlarida ko'jlarida ozgina urinib qolgan, lekin bu narxga arziydi. Multirollari bor, klimat kontrol, cruise kontrol hamma narsasi ishlab turibdi degan. Akalar, xullas bu mashinani narxini vaqtida 24,5 mingga olingan mashinani like bosib qo'ying. 11,900 ga kelishtirib qo'ydim. Bemalol bosib olsangiz bo'ladi.